Bugun esa studiyamizga mehmonlarni taklif qilganmiz. Ko'p kuttirmasdan hozir mehmonlarimizni tanishtirib o'tsak. Demak, Ko'zinova Shahlo opa Samarqand viloyat pedagogika mahorat markazi matbuot kotibi hamda Taxmina Zaynizoda biologiya fanlari metodisti. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Erta tongdan kayfiyatlar qanaqa? Juda ham a'lo darajada. Rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Xursand bo'ldik. Rahmat. Shahlo opa o'zingizmi? Rahmat, yaxshi Erkinjon. Charchamayapsizmi? Rahmat. Ishlar qanday bo'lyapti? Juda ham yaxshi bo'lyapti. Samarqand viloyat pedagogik mahorat markazida eng fidoyi, jonkuyar, mana shu vataniga sodiq bo'lgan professor o'qituvchilar faoliyat olib borishadi. Ta'limdagi islohotlarni barchasini, inkosini, davomini mana shu Samarqand viloyat pedagogik mahorat markazida faoliyatida olib borilayotgan ishlarda, amalda qilinayotgan ishlarda hammasida ko'rishimiz mumkin va mana shu jarayonni ichida bo'lib, men mana shu kuzatuvchi va ularni yorituvchi sifatida matbuot xizmatida faoliyat olib boryapman va har kunlik shaffof ochiqlik bilan, tezkorlik bilan butun ijtimoiy tarmoqda OFFda chiqarishga harakat qilib kelmoqdaman. Umuman olganda, bugun markazda qanaqa yangiliklar, o'qituvchilar uchun qanaqangi yangi metodlarni o'rgatyapsiz, nima yangiliklar bo'lyapti? Juda ham yaxshi. Bu haqda biologiya fani metodisti albatta Taxmina opa Zaynizoda gapirib beradilar. Marhamat opa. Assalomu alaykum. Yana bir marta takliflaringiz uchun katta rahmat. Juda ham haqiqatdan xursand bo'ldik. Kayfiyatlarimiz ko'tarilib ketdi. Bugungi kunda bizning pedagogik mahorat markazimizda aynan ustozlar uchun hamma shart-sharoitlar tayyor. Ya'ni hattoki ustozlarimiz hamda professor o'qituvchilarimiz tomonidan binar mahorat darslari tashkil etiladi va ustozlarimiz bir oyga bir marta mana shu loyiha asosida kelib dars berishadi hamkorlikda va aynan metodik xizmat ko'rsatish bo'limi metodistlari tomonidan sifat ko'rsatkichi yuqori bo'lmagan maktablarimiz bor. Ular yordamga muhtoj. Shu maktablarimizga bizlar tomonidan metodik tur doirasida yordamlar borib yordamlar berib kelamiz. U yordam qanday yordam? Demak, metodistlar tomonidan mahorat darslari o'tib beradi. Metodistlar tomonidan aynan hozirgi ta'limdagi tub islohotlar, yangiliklar bilan tanishtirib, yana o'qituvchilarga shart-sharoitlar yaratish uchun ularni hozirgi raqamli dunyo bilan tanishtirish maqsadida yangi texnologiyalar bilan tanishtirib o'rgatib kelamiz va maktab rahbarlari juda ham xursand bundan, minnatdor bo'lib qolishadi. O'zgarishlar bor. Misol uchun mana shu o'quv yili davomida Urgut tumanidagi 12 ta maktabimiz aynan qizil hududiga tushib qolgan edi. Shular qizil hududdan chiqishdi. Biz juda ham xursand bo'ldik. Rahbarlari ham xursand bo'lishadi albatta. Endi rahbar uchun nima kerak? Maktabdagi aynan faol lider o'qituvchi kerakda. Ularda mana shu sharoitda metodistlar tomonidan bizning pedagogik mahorat markazimiz direktori tashabbuslari bilan borib berib kelyapmiz. Umuman o'sha baribir sizlarning ham o'rinlaringiz bor-da, chunki o'sha maktab o'z-o'zidan qizil hududga tushib qolmaydi. Sababiki baribir ko'p jihatdan o'qituvchiga bog'liq bo'ladi. O'qituvchi qanchalik bilimli bo'lsa, o'z ustida tinimsiz izlansa, o'sha maktab hududi qizil hududga tushish ehtimoli juda kam bo'ladi. O'qituvchi qanchalik darsni qiziqarli o'tsa, Shahlo opa, o'quvchining ham ishtiyoqi ortadi. Agar o'qituvchi zerikarli o'tadigan bo'lsa, o'quvchining darsga borgisi kelmaydi. Shuning uchun ham pedagogik mahorat markazi kerak. Yangi metodlarni qo'llash kerak, o'qituvchilarga singdirish kerak va bundan unumli foydalangan o'qituvchilar esa o'sha dars jarayonlarini yanada qiziqarli qilib o'tyaptilar. Men bilamanki, oldinlari pedagogik mahorat markazida o'qituvchilar 1 oy davomida tahsil olishardi. Hozir bu qisqartirilgan. Yo'q, hozir ham shu. Hozir ham 1 oy, 1 oy mobaynida ta'lim olishyapti. Hozir 1 oyga yuklamamiz 1400 taga yetyapti. Pedagoglarimiz kelib, o'zlarining metodik mahoratlarini, bilim va ko'nikmalarini oshirib ketishmoqda. Mana yuqorida aytib o'tdi Taxmina opam, haqiqatan ham ular mahorat darslarini o'tishyapti hamkorlikda. Bu ham bir katta loyiha. Keyin binar darslar, xorijiy hamkorlikda juda ham ko'p xorijiy maslahatchi lavozim joriy etildi mana shu yildan. Yana ular kelib o'zlarining bilimlarini
baham ko'rishyapti. O'zgarishlar juda katta bo'lyapti va shu o'rinda yana bitta quvonchli narsa bo'lyapti. Xudo xohlasa shu yil 2026-yilning oxirigacha 500 o'rinli zamonaviy ta'mirlangan 4 qavatli bino o'quv binosi qurilishi boshlandi. Bu ham bir katta yutuq rejalashtirildi va qurilyapti. Bugungi kunda o'qituvchilarni mana shu ta'lim berishida qanaqa hozir raqamli texnologiya asrida qanaqa integratsion darslar olib borilyapti? Juda ham yaxshi. Hozirgi kunda aynan yaxshi savol berdingiz, o'rinli. Oldingi o'zlaringiz yodlaringizga keltirsangiz, o'zimiz demak markazda o'qituvchi edi, o'quvchi tinglovchi edi. Shunday. Hozir mana shuni aksi bo'lyapti-da. O'quvchi markazda bo'lyapti, o'qituvchi faqat fasilitator bo'lyapti. Ya'ni fasilitator yo'naltiruvchi. Aynan yo'q, sen xato aytding emas, yo'naltiruvchi. Yana bir o'ylab ko'r. Qani boshqacha qilsang qanday bo'ladi? Demak, ana shu noan'anaviy teskari sinf kabi, ya'ni sizlar davrlarimizda, bizni davrlarimizda aynan sinfga kirganda avval uyga vazifa nima edi? Yo'q, hozir yangi mavzuni o'quvchi o'rganib kelyapti. O'qituvchi kirganidan yangi mavzuni so'rashdan boshlab, keyin darsning oxiriga o'tilgan mavzu bo'yicha uyga vazifa so'ralyapti va yangi mavzu berilyapti. Ya'ni hozirgi zamon 21-asr bolajonlarimiz juda ham qiziquvchan. Shuning uchun ularni qiziqtirish bu oson emas o'qituvchilarimizga. O'qituvchi ham juda ham lider bo'lishi kerak buning uchun. Ma'lumki, bundan tashqari mana klass degan proyektlaringiz bor, to'g'rimi? Yaqinda mana shu ana shu haqda ham ozgina gapirib bersangiz, mana binar ta'lim deb boshida gapirib o'tdingiz. Mana shu haqda ham ozgina to'xtalsangiz. Zo'r klass loyihasi bu juda ham yaxshi. Bizlarda Ekaterina Fedosenko va keyingisi Yuliya opa kelib nima qilishdi? Ular o'zlarini shu bilimlarini mana shu jarayonda o'zlari bilan baham ko'rishdi. Mana shu jarayonda pedagoglarimiz ham zo'r klass loyihasida maktablarda bu ko'proq endi rus tili darsliklarini qaysidir ma'noda oson o'rganish, oson til o'rganishlarga qaratilgan edi. Unda yaxshi ishtirok etishdi va yuqori natijalarga erishdi. Tashakkurnomalar bilan shular orasida men ham bor edim. Haqiqatan ham shu mana shu zo'r klass loyihasida yaxshi yoritilganligimiz uchun va ishtirokimiz uchun tashakkurnomalar bilan taqdirlandik. Haqiqatan bo'ldi shu narsa. Hamkorlik to'g'risida gaplashaylik va yuqorida ta'kidlab o'tdilaringiz. Xorijiy hamkorlar bilan ishlar olib borilyapti. Qaysi davlatning metodikalari qo'llanilyapti? Aynan shular haqida bir. Yaxshi. Aynan metodikaga keladigan bo'lsak, agar biz men ham har doim o'qituvchilarga aytamanda, mana shu davlatni metodikasini olib keldik emas. O'zimizni metodika bu a'lo darajada, lekin biz tajriba almashinamiz. Ya'ni o'sha Singapur tajribasini o'rgandik, Finlandiya tajribasini o'rgandik, demak, Angliya tajribasini o'rgandik. Aynan biz tajriba o'rganamiz. Ya'ni bizning o'quvchilarimiz, bolajonlarimiz dunyodagi yangiliklar bilan tanish bo'lishi kerak. Shuning uchun hozirgi kunda bizda aynan o'sha professor o'qituvchilarimiz va metodistlar uchun, aynan markaz uchun ham xorijiy shu spikerlarimizni chaqirib shanba kunlariga seminar treninglar tayyorlanyapti. Biz ham ular bilan faqat tajriba almashinyapmiz. Aynan o'sha mana misol uchun 5i modelini oddiygina oladigan bo'lsak, 3C+1i modeli bu Singapurdan kirib keldi. Lekin bu darsning bosqichlarida shunday olib qarasak, biz o'zimiz shunday dars o'tganmiz. Lekin mana shunday deb nomlanmaganmizda, bu hammasi integratsiya. Shunday. Albatta, bilasizmi Hilolaxon, baribir har bir o'qituvchiga o'sha malakasini oshirish kerak. Yangi metodlarni o'rganadi, tajribalar almashadi. Eng asosiysi tanish orttiriladi va do'st tutinadi va hamkorlik yo'lga qo'yiladi o'zaro. Baribir o'sha hozir an'anaga aylangan-ku, biror bir joyda o'qisangiz yo 4 ta inson yig'ilib qolsa, Telegramdan guruh ochiladi va guruhdan baribir fikr almashiladi. Siz qanday qo'llayapsiz, nima qilsam bo'ladi, qanday maslahat berasiz? Bu bir tomonlama yaxshi. Nafaqat bilasizmi, xorijiy hamkorlar bilan, balki o'qituvchilarni o'zaro fikr almashishi, qaysi tumanda qanday olib borilyapti darslar, to'g'rimi? Mana shu narsa ham muhim deb o'ylayman-da. Nafaqat mana shu pedagoglar
sohasida, balki har qanday sohada ham tajriba almashish albatta bu ijobiy tarafga qarab qadam bosishning bir yo'lida. Albatta. Keyingi rejalar qanaqa? Xilxonni to'ldirib ketmoqchi edim shu jarayonda. Qarang, tajriba almashinuv. Haqiqatan Samarqand viloyati bo'yicha 14 ta tuman, 2 ta shaharimiz bo'ladigan bo'lsa, 2 yildan beri prezidentimiz tashabbuslariga ko'ra mana kasbiy rivojlanish kuni va soati tadbirlari joriy etilgan maktablarda. Ana shuni o'rtasida 48 ta mentorimiz faqatgina tabiiy fan yo'nalishi. Mening yo'nalishim bo'yicha ana shu mentorlarimiz har zamonda seminarlarga yig'ilishib turadi. Ular haqiqatan aytayapti, siz aytganingizdek ayda. Bu kasbiy rivojlanish kuni va soati tadbirlari nafaqat o'qituvchi bilan, hattoki tuman va shaharlarni bir-biri bilan jipslashtirdida. Ipsiz bog'laydi-da. Ha-da, aynan ular o'sha Telegram kanallar, o'zlarining guruhlari yordamida bir-birlari bilan tajriba almashinadi. Ertaga yetakchi o'qituvchiga ular dars o'tishi kerak bo'lsa agar, bir kun oldin 48 ta mentorlarimiz o'sha video chat orqali o'sha mavzuni bir-biridan tajriba olib, keyin ertasi kuni borib darsni o'tyaptilar. Bu ham juda katta mas'uliyat deb o'ylayman va mana shu loyiha juda yaxshi o'qituvchilar tomonidan qabul qilindi deb o'ylayman. Ayni vaqtda Samarqand viloyat pedagog mahorat markazida mana kuni kecha boshlandi UNICEF xalqaro hamkorlik tashkiloti bilan ilk qadam dasturi maktabgacha ta'limda seminar hozir 3 kun davom etyapti. Trenerlar kelib, master trenerlar mana shu maktabgacha ta'limda faoliyat olib borayotgan pedagoglar uchun, tarbiyachilar uchun o'zlarini metodik darslar, seminar treninglarini o'tkazishmoqda. Albatta tashrifingiz uchun tashakkur bildiramiz. Albatta keyingi dasturlarimizda ham sizni taklif qilishga harakat qilamiz. Agar dilizxorlaringiz yokida so'zlaringiz bo'lsa, hamkasblaringizga bemalol Zangora ekran orqali yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Rahmat shunday imkoniyat berganingiz uchun Hilolaxon. Men bugun mana shu faoliyatimiz davomida matbuot xizmati o'zi doimo o'qituvchilar ichida bo'lishni, ijodkor o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlashni maqsad qilganmiz va shu maqsad yo'lida harakat qilib qo'limizda mana shuni isbot sifatida ko'tarib keldim. She'riy to'plamlar. Payariqlik o'qituvchi Ra'no Qubatovani Go'zalliging menga ber bahor nomli kitobini yaqinda chiqardik. Buni nashrga o'zim tayyorlaganman muharrirligini. Va Samarqand ziyosi, bu Samarqand viloyat pedagog mahorat markazi mana shu matbuot xizmati tomonidan nashrga tayyorlandi va chop etildi. Bu viloyatimizdagi ijodkor o'qituvchilarni ijod namunalari to'plangan. Buni sizlarga taqdim etaman va qoldirib ketaman, o'qituvchilar. Men mana shu payt nimadan foydalanib, imkoniyatdan foydalanib, endi she'riyatni yaxshi ko'raman, ixlosim. Ijodkorsiz, ko'pchilik sizni yaxshi taniydi. Rahmat Erkinjon. She'rimni o'qib bersam. Eshitamiz. She'riyat. Qancha kun senga yaqin kelmadim. Qarshingda edim go'yo gunohkor. Nihoyat yolg'izlikni o'zimdan quvdim, men keldim bag'ringga ola qol. She'riyat. Ko'z yoshlarimga cho'milib go'yo sog'ingan iqrorlarim poklanar balki sen meni kechir, sen buyuk mehrob. Bu dunyo g'arib menga, sensizlik jazo. She'riyat. Bedor tunlar tarixing o'qiyman, turfa taqdirlar, tahrirlangan xitoblar, bir so'z aytmay sukunatga aylangan baxtsiz baxtiyorlar, bitgan kitoblar. She'riyat. Kimdir siylangan g'olibdir mag'rur, kimdir qon ichadi gulob o'rniga, ojizman, oshiqman sendagi surur, jon beradi qancha jonsiz orzuga. She'riyat. Qancha kun men yaqin kelmadim, yetaklay olmadim uzalgan qo'lni, sen meni kechir, sen meni keragim, so'zsiz do'sti bo'lding ko'nglimni. She'riyat. Mana shu bahor faslida ayniqsa ijodkorga juda ham katta bir ilhom keladi. Mana shunday bahorni har bir kurtak, har bir yaproqlarga umid, ilinj osib qo'yganday, ilib qo'yganday
men fursatdan foydalanib mana shu eng chiroyli bahorning nafis tongida barcha yurtdoshlarimizga omonlik tilayman, sog'lik, xonadonlariga fayzu baraka, kasbkorlariga, ishlariga rivoj tilayman va meni mana shu tongda onajonim hozir kuzatib turibdi, chunki men u kishiga qo'ng'iroq qilib aytib qo'yganman. Onajonimiz va barcha dunyodagi barcha onajonlarimiz sog' bo'lsin, farzandlar, dilbandlar rohatini ko'rib yursin. Xayrli tong azizlar. Shuncha ta'rifdan so'ng onalar uchun she'r bo'ladimi debman men. Rahmat, she'rim bor albatta. Marhamat onalar uchun bo'lsa. Mayliga. Buncha yaxshi imkoniyat berganingiz uchun rahmat. Endi ta'rifga monand albatta. bo'lsa, menimcha Rahmat. yaxshi bo'lardi. Rahmat. Onajon. Onajon, o'zimga beraman savol. Onamga bir bor aytdimmi rahmat? Menga hayot berib beminnat ulg'aytirgansiz, mehr ila bedard. Onajon, tongning etagida shabbodagilar, nur chehra onamni sog'indim shu tob. Keldim ona, sizni sog'inib hozir poyingizga cho'kib qilayin tavob. Onajon, aytsin shul giyohlar, aytsin shul sabo, har bir hislarimda nomingiz yashar. Siz meni borlig'im, siz borim dunyo, aytsam so'z she'rimga onam yarashar. Onajon, har bir kunimning oftobi hamsiz, shirin orzularim ro'yobi hamsiz, rahmatlar aytaman har bir kunimda, shu kunlarga eltgan quvvatim hamsiz. Onajon, bugun bolalarim quvonchim, baxtim, nabira suydirgan Rabbimga shukr, tongdan sog'inchimga topdim javobim, onaligim uchun sizga tashakkur. Onajon, rahmat, onajonlarimiz omon bo'lsin. Rahmat, ajoyib she'rlar erta tongdan. Rahmat sizlarga. Taxmin opam. Rahmat. Haqiqatan hozir Shahroni she'rlari menga ham juda ham katta ta'sir ko'rsatdi. Men ham o'zimni Do'g'oy onajonimni, otajonimni bugungi tong bilan tabriklamoqchiman. Ular kuzatib o'tiribdi. Borliklaringiz uchun shukr demoqchiman va ota-onamiz bor ekanlar, biz bolamiz. Ularni duolari bilan har kungi o'sha kunimizni yaxshi o'tgani uchun ham katta rahmat deyman va o'zimni ustozim, biologiya fani katta o'qituvchisi, pedagogik mahorat markazida Yunusova Navbahor Ahmadjonovaga ham salom yo'llamoqchiman. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Erta tongdan tashrif uchun tashakkur deymiz. A'lo kayfiyat uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Biz esa mana shunday a'lo kayfiyatda dasturimizni davom etamiz.